الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Nisoning 81-oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalomga itoat qilishning xarakterini bizga tushuntirgandi. Rasulullohga itoat qilish Allohga itoat qilganlikdir. Qandaqdir Rasulullahning shaxsiyatiga, insonligiga emas, Alloh tarafidan avatilgan payg'ambarligiga itoat qilish degan masala haqida bizga tushuncha bergandi. Ya'ni bu munosabat bilan payg'ambar alayhisolatu vasallamga oldida boshqa, keynida boshqa yoki itoatninki til itoati qilishning oldini olish va buni bizga tushuntirish uchun 81-oyatda shuni deb aytadi: Astag'firullah ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أول آياتنا قسقش bir tarjima qilsak, deydi Alloh subhanahu va taolo ular deydi Rasulullohning atrofidagi kishilarga qarata ular itoat qilamiz yoki itoat qildik deydi. Ya'ni sizning qashingga kirgan vaqtida sizning oldingda o'zining tili orqali itoat qiladiganligini ifodalashadi. Fa iza barazu min indik, qashingdan chiqqan vaqtida bo'lsa, ya'ni oldingi Rasulullohning qashida itoat qildik degani nazariyaviy qism. Endi sizning qashingdan chiqib amaliy ish qiladigan yokiga vaqtda bu ig'ri keladi emasmi? Bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqul. Sen degan gapni ularning ichidan bir bo'laklari o'zgartirdi. Ya'ni boshqacha ish tutishdi. Sen degan bo'yicha qilmaydi. Alloh ularning qilgan ishlarini yozib qo'yadi, sen ularni qo'yib qo'y deydi. Fa'rid anhum degan gap chatug'un bo'lmasin. Sizning kallangga ta'sir qilmasin. Bo'ldi qil. Ularning ishi sana nisbatan qanday qilmaydi, ta'sir qilolmaydi. Va tawakkal alalloh. Allohga tavakkul qilgan nima ishqa? Chunki sen Alloh avatdi. Va kafa billahi vakila. Alloh vakil bo'lishqa nima yetarlik. Payg'ambar alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lish, elchi bo'lish bilan bizning hayot yashash yo'llarimizning mezonini, qilishga tegishli ishlarimizni va tashlashga tegishli ishlarimizni bizga bayon qilib turdi. Şu asasda ma'lum ishlarni qilinglar deydi, ma'lum ishlarni qilmanglar deydi. Shuning bilan oldida itoat qilamiz. Deganingni qilamiz, to'sqiningdan yonimiz deb ifoda bildirgan bilan chiqqan vaqtida oldida degan nazariya jihatdagi itoat ifodasi reallikda biroz badali va ish. Biroz jafosi va ish. Bir bedel to'lashni taqozo qiladi, ozroq jafo tortishni taqozo qiladi. Deb Rasulullohning oldida e'lon qilgan eg'izdagi itoat sirtqa chiqqan vaqtda, amaliy ishga kelgan vaqtda ta'tirga olmishdi. Ya'ni qil deganni hargiz qilmaydi, qilma deganni qana qildi, qiladi. Ya'ni o'zining ko'nglidagi xohish shaytonlarninki nimasi kiradi, keyniga kiradi qarindoshlar. Vallahu yaktubu ma yubayitun. Allah subhanahu va taolo mushaga kelgan vaqtida ig'ir ogohlantirishdan birini bir vaqtida shunaqa qilgan kishilarga nisbatan bu
Şu şekildeki adamlarınki hissiyatı bilan o'ylab bakkanımızda o'zicha masaladan atlab o'tib ketib olgandek bir xil tuyg'uligi. Debde hadi doq. Nöt kepti o'zimiz chaqlab qildik. Ma şekilde xuddi o'zini dana ko'ztish yoki bu mas'uliyatdan atlab o'tib olish psixik sukurildi emas bularda. Allah subhanahu va taolo buningga qartanimda aytadi. Yo'q, unda emas. Vallohu yaktubu ma yubayitun. Ular qilgan shu ishini, ularning qilgan shu ishini Alloh subhanahu va taolo birdan bir qana qiladi, yezib qo'yadi. Bu yerdagi yezib qo'yadi degani ig'ir ogohlantirish. Amaliyot Alloh yezib qo'ymasini biladi. Lekin inson bo'lib sifati bilan yo'q, unda qilmagandik deydigan bir ish bo'ladi. Demak, qiyomat kelib, hamma ishlar oldi tashlangan vaqtida hech kimning hech qanday o'zrisi bana sababi yoki inkor qilish ahvoli aslo va aslo qilmaydi. Payg'ambar alayhisalom bu xil tipdagi kishilardan ogohlantirgan bir ahvollar bor. Amaliyotda atrofimizga qaraganimizda da'vo va da'vat bu millatning bu dinning ishiniga eng cho'ng to'solg'ildiganlar shu so'rinda men tayyor deb qo'yib amaliyotda sirtqa chiqqandan keyin o'zining ishini qildiganlar. Özünün yoluğu mağdığanlar. O dastlabda degan ig'izdagi bildirgan ifodatlari hammasi quruq havoga aylangan insonlar va bular da'vat yo'lini kasatlashtiradigan, da'vo yo'lini qiyinlashtiradigan insonlar bular. Bu oyatda xuddi payg'ambar alayhisolatu vasallamga Alloh subhanahu va taolo mundaq bir nimbiryotdi, signal, mundaq uchur beryotdi. Ya'ni sening bu yo'lda g'alaba qilishing o atrofingdagi yig'ilgan kishilar sababidan emas, yoki ular bilan emas. Bu yerdagi sening g'alaba qilishing seni avatgan zot bilan. Sen o atrofingdagi kishilarningki, masalan, u yoqqa tortish, bu yoqqa tortish, oldingda boshqa, keyningda boshqa, tilda boshqa, amaliyotda boshqa bo'lish ahvoli seni beram qilmasin. Sen Allohga tavakkul qil, Alloh sana yetarlik. Alloh sana o'ylamgan yerni qanday qiladi, yordam qiladi. Tarix nurg'un shohidlar bilan to'lgan ki eng saf, eng sodiq, eng samimiy, soni oz, qurol yaroqlari oz, kichik bir jamoat bilan har büyük davlatlar o'rilgan. Musulmonlar eng oz son bilan nurg'un o'rinlarda tarixda sahna yaratgan. Mana bu Allohga haqiqiy ishongandan keyinki haqning g'alaba qilish ifodasi. Texma aniqroq ifodalantirsak, Allohning haqqa yordam berdiganligining amaliy nimasi ifodasi qarindoshlar. Agar aksi bir shaklda musulmonlar kuchayib, son jihatda kuchayib, iqtisod jihatda kuchayib, texnik hamma jihatda boshqalar ustun bo'lib g'alaba qilsa, har qanday odam texnikasi yuqori, soni yuqori, qurol yaroqlari yuqori odam g'alaba qiladi deb biladi uni. Bu yerda haqiqatning haqiqatligi o'rtaga chiqmaydi. Allohning bizga ifodalamoqchi bo'lgan, o'rtaga qo'ymoqchi bo'lgan haqiqat nima desa, Allohga haqiqiy ishongan bir bo'lak kishilar bo'lsa, bir bo'lak jamoat bo'lsa, soni eng az bo'lsa-mu, tayyorliqi eng az bo'lsa-mu, o'zidan necha hassi cho'ng buyuk dushmanlar ustidan Allohning yordami bilan g'alaba qila oladi degan uqumni, ya'ni Alloh o'zining yordam beradiganligini bizga qana qilmoqchi, ifodalamoqchi, insonlarga shu haqiqatni g'alaba qiladiganligini ko'rsatmoqchi Alloh subhanahu va taolo. Endi bu xil shakldagi biz ilgirgi darslarimizda mush mazmunda ketayotgan, bugungi darsimiz mush mazmunda davomlashayotdi qarindoshlar. Payg'ambarga itoat qilishning mohiyati Allohga itoat qilganlik bo'ladiganligi oldida tilimizda boshqa, keynida amaliyatimizda boshqa bo'lishning amaliyotda payg'ambar alayhisalomga qilganlik emas, Allohga qilganlik, Allohni aldashga uringanlik ekanligini o'rtaga qo'ydik ya. Bu masala nereden chiqadi? Masalaning mohiyatini tushunmaganlikdan chiqadi. Qur'on o'tirib qo'ygan haqiqatlar haqida o'ylanib boqmaganlikdan chiqadi. Payg'ambar degan kim? Payg'ambarlik nima? Ma Qur'on qanday kitob? Buni tushunmaganlikdan keladi. Alloh dal mushunga qarata 82-oyatda, ana oyatni o'qigan oyatning keyinidagi oyatda nima deydi? Afala yatadabbarunal Qur'ana ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ular Qur'on haqida o'ylanib boqmadi. Agar Qur'on Allohdan boshqasidan qashida kelgan bo'lsa,
haqiqatan da nurg'un nimalarni topgan bo'ladi? Ixtilofni, zidliqlarni topgan bo'ladi dedik ya. Biz bundan deb kelyapmiz. Qur'on payg'ambar alayhisolamning birdan bir hem mo'jiza kitobi, hem yo'l, dastur, manhaj, qonun, ahkomni bayon qiladigan prinsip kitobi. Payg'ambar alayhisolamning. Qistirib o'tib ketsak, ilgirki zamondagi payg'ambarlar mo'jizasi boshqa, uning payg'ambarligi boshqa, payg'ambarligining rostligini isbotlash boshqa va boshqalarni yetaklaydigan dasturi boshqa bo'lsa, payg'ambar alayhisolamningki ikkisi bir bo'lib kelaylik. Musa alayhisolamning ahvolini aslida eslatsam, masalan, yilonga o'zgaradigan hasisi, boshqalarning ko'ziga oppoq ko'rinadigan qo'li, masalan. İsa alayhisolamning mo'jizasi kasallarni davolashlari, tug'ma qarg'a kasallarning ko'zlarini duo bilan echishi, o'liklarni Allohning tiriltirishi hammasi ularning payg'ambarligining rostligiga berilgan mo'jiza va shu zamonlik mo'jiza, shu zamondagi kishilar ko'rgan, tugigan, undan keyin xabarga aylangan. Ularning manhaj, yo'l, dasturlari ayrim avatilganki Tavrat, Injil nomida. Ama payg'ambar alayhisolatu vasallamningki payg'ambarligining rostligiga dalolat qiladigan mo'jizasi Qur'on, hem dastur, hem manhaji, hem Qur'on. Bu noktadan payg'ambar alayhisolamga unda muomala qilish, oldida boshqa, keyinda boshqa yoki tilda boshqa, amaliyotda boshqa muomala qilish, amaliyotda payg'ambar alayhisolamning mo'jizasi bo'lgan Qur'on haqida o'ylanmaganlik bo'ladi. Hozirgi oyatda Alloh bizni dal shunga eskartib Afala yatadabbarunal Qur'on. Ular Qur'on haqida o'ylanib baqmamdu deydi. Qur'oni Karim mushunga o'xshash ifodalarda, masalan, tadabbur, o'ylanish, tafakkur, fikr yurgizish, tazakkur, bir narsani bunda eslash, ma'nosining foydasi qanday, ziyni qanday bunda bir nasihat shaklida o'ylash. Ondan keyin ilm, buni bilish bir narsani, ondan keyin taaqqul, masalan, aqlni ishiltish qatorliq bir qancha xil uslub bilan insonlarni o'ylanib beqishga burdi. Masalan, Qur'on qarasak, afala ya'lamun mamdu ular ajaba. Afala yaqilun aqlni ishlatmamdu ular ajaba. Afala yatadakkarun bundan bir munda kallasida ibrat olmamdu bular. Afala tatafakkarun ular fikr yurgizib baqmamdu. Shakldagi iboralar intayin ko'p. Bugungi oyatdami shu iboralarning birisi bo'lgan afala yatadabbarun, Qur'on haqida o'ylanib. Bularning hammasi nimani ifodalaydi bilamizlar? Qur'on buni da'vatida, Qur'on bir qancha oyatda Qur'onning o'ziga bo'lgan ishonchisiningki, shu 100%ligining ifodasi. Biz odatda ijtimoiy turmushlarimizda o'ziga ishonchisi va odam boshqalarni o'ylanib beqishga o'zi haqida bu masalani tigidan tikka tushunib beqishga chaqirdi, qo'rqmay chaqirdi. Bir misol olsam, men bir do'konda mal sotquchi kirgan xaridoga qarta, agar melimda mening ishonchim bo'lsa, o qadar meydan o'qiymanki, ko'ram. Ichib beqing, chuvib beqing, masalan hatto ishlatib beqing ba'zi mahsulotlarni nihoyat ig'ir bir sinash usuli bor. Bularning hammasini qo'rqmay o'tkazdi xaridoning oldida. Bu ishlatib beqing, ichib beqing va qilishga tegishlik sinoqlarning hammani qilib beqing deganlik mahsulotimda ishonchim bor deganlik. Ammo ishonchim bo'lmasa-chi, silab sipab bu yaxshi mahsulotda, go'zal mahsulotda deb o'tkazib o'taman. Bu bir misol. Valillahil masalul a'la. Endi Qur'on da'vatidagi o'yinib baqsin deyapti. Ya'ni bu shu demakki, o qadar ishonch borki, haqiqiy sog'lom aqlni echayotgan odam, o'ylangan odam, fikr yurgizgan odam, qaragan odam, haqiqiy bu to'g'risida ma'lumotga erishgan odam masalaning mohiyatini tushundiganligi bu aniq masala. Am bu yerdagi afala yatadabbarunal Qur'ondagi tadabbur, hammalar bilamiz bu so'zni, dabara, arab tilidagi dabara so'zidan chiqarilgan so'z bir narsaning oqibati, keyni ifodasini ifodalaydi, so'zning yildizi. Ya'ni afala yatadabbarun demaklik masalani o'ylab, u haqda uning oqibati, natijasi, agar buni
qilsa maydon keladigan natija, qilmasa maydon keladigan natija qatorliq ishning oldi keyinni tamoman o'ylashni arab tilida nima deydi? Tadabbur deydi. Tadabbur. Endi Qur'on haqida o'ylangan vaqtda qarindoshlar, biz Qur'oni Karimninki mayli endi odatda normalda Qur'oni Karim mo'jiza deb bir gapni dedim ya, mo'jiza degan vaqtda udul boshqalarning kallasiga keldigini davomli ta'kidlaydigan Qur'oni Karimning balog'ati, fasohati. Masalan, Qur'oni Karim kufrlarga maydon o'qidi. No'cho'sang akab baq dedi Qur'oni Karimni. Qur'oni Karim o'xshash kitoblarning birini akab baq dedi, masalan, cho'ng jihatdan deyli. Qur'onning surasidagi suradan 10 surani akab baqa dedi. Ondan keyin bir sura akab baq dedi, bir sura. Ondan keyin bir oyat, bir so'z doirani asta-asta kichiklatdi. U gapni tahi Qur'on tushgan zamonda o'qidi u maydonni Qur'on. Qur'on tushgan zamondagi shu vaqtdagi mushriklar dal Qur'on ifodalagan tilni o'zi so'zlayotgan kishilar. Shu vaqt zamondagi tilning sohiblari. Mush til edebiyat babida bunda cho'ng-cho'ng, mu'tamar cho'ng-cho'ng yig'inlarni, kengashlarni o'tkazadigan odamlar. Shularga xitob qilyapman. Bugungi tilning zamoni ketib, til tasavvuri ko'nab qolgan, bugungi zamondagilarga tuptusun, Qur'on tushgan vaqtdagi kishilarga xitob qilib, Qur'onning o'qishini qana qilib keltirib baqtavadi. Mushkilada kallamizga. Endi Qur'on faqat o'zining arab tili, ifodalash shakli, balog'at, fasohat bilan dunyoga maydon o'qimdi. Agar unda maydon o'qib qolsa, arablarga tusha bu maydon o'qishga. Arablardan boshqa millatlarning Qur'oni ya bu. Bularga nisbatan Qur'on nima bilan maydon o'qiydi desa, Qur'oni Karim o'zininki masalalarni hal qilish, ahkomlari, bergan o'tmishdan bergan xabarlari, kelgusidan bergan xabarlari, Qur'oni Karimning umumiy holatining hammasi bizga nisbatan bir maydon o'qish. Qani nochonsan keltirib baqdaydi. Shu payg'ambar alayhisalom zamonasida shu Qur'onni yo'q qilish uchun jinni bergan kishilar bor, arablarning ichida, mushriklarning ichida. Yuchuq topolsa bitaraf qilib qo'yadi. Masalan, Qur'oni Karimga qaraganimizda, Qur'oni Karimdagi har bir ifodalash shakllariga qaragan vaqtimizda Qur'oni Karimda bir xil yuchuqsiz bir shaklda ifodalarni ko'ramiz. Masalan, misol olay bir necha misolni. Sura Baqaraning 170-oyatda Allah subhanahu va taolo ilgirki ota-onasiga mutaassiflik qilib chin egishib olgan kishilar haqida va idza qila lahum ittabi'u ma anzalallohu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Ularga Alloh tushirgan kitobga egishinglar deyilsa, yo'q, biz ota-onamiz qanday mangan bo'lsa shunga egishimiz deydi. Wala awlaw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an. Gerçi ularning ota-onasi hech narsani tushunmasmi? ifodasi qo'llangan. Yana bir oyatda Surma aytdinki 104-oyatda mujning o'xshash mazmun bor. Va idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallohu va ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana awlaw kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an. La ya'lamuna shay'an. Ularga Alloh tushirgan narsaga ergashinglar, payg'ambarga ergashinglar, payg'ambar tarafga kelinglar desa, ular bizga shu ota-onamiz mangan yo'l bizga yetarlik deydi. Garchi ota-onasi hech narsa o'qimasmi. Qaranglar, ikki oyatda ikki xil ifoda qo'llangan. Birinchisida tushunmasmi, yana birisida bilmasmi. Odatda normalda nima uchun bu ikki ifodani qo'llanadi o'xshash mazmunda desa, insonning bir yo'lda, to'g'ri yo'lda menishiga ikki narsa yetarlik. Ikkinin birisi bo'lsa bo'ladi. Ya o insonning o'zida haq nohaqni ayriya oladigan, yo'lning to'g'ri xatoning, ya'ni to'g'ri yo'lni o'zi aqldan chiqara oladigan bir iqtidor bo'lish kerak. Bu nereden keladi? İlgirki oyatdagi la yaqilun aqlini ishlatishdan keladi. Yoki o'zi tushunmasimi, o'zida unda to'g'ri xatoni ayirg'udek bir iqtidor bo'lmasimi, boshqalar ko'z baginiga qarata yoki boshqalardan erishgan ma'lumotga qarata agish ma'laydigan bir ahvol ma'lumot bo'lish kerak. Bu ikkinchi oyatdagi la ya'lamun. Ikki oyatda ikki o'rinda
ikki xil ifoda qana qilyotidi, qo'llanyapti. Har birisininki, har bir oyatninki mushu qo'llangan ifodaga yarasha bir maqomi va qarish tarafning mushu ifodani qo'llanishga yarasha bir taqazzosi va. Mesela birinci oyatda la yaqilun, ularning ota-onasi hech narsa qanday qilmasmi, tushunmasmi degani, ya'ni birinchi oyatda nima dedi bular? Biz ota-onamiz qanday mangan bo'lsa, shuningga egishimiz dedi ya. Ota-onasi egishaligidek bir fikr ishlab chiqara olgudek, yakunlayolgudek aqli odamlar emas degan gap. Ikkinchisida hech narsa bilmaydi degani, ma ota-onasidan qilib qolgan narsalarni, ya'ni qilib qolgan narsalarni ching tutib, boshqasini rad qilish ifodasini o'tirib qo'ydi ya. Xuddi ota-onasida ma'lumot va'dak. Qur'on ota-onasining ma'lumotini inkor qildiki, ota-onangda to'g'rining to'g'ri xatosi haqida ma'lumot yo'q. Ilgirki oyat ota-onang to'g'ri xatodan ayirgudek ixtiyori yo'q desa, ikkinchi oyatda ota-onangda yo'lning to'g'ri xatosi haqida hech ma'lumot yo'q. Ya o'zi ishlab chiqarolmaydi o to'g'ri xato o'qimini yoki boshqa erishgan to'g'ri ma'lumotmi yo'q. Ikki xil oyatda ikki xil ma'lumot bor. Ya'ni bunda misollar Qur'oni Karimda nihoyat ko'p qarindoshlar. Qur'oni Karim haqida oyatda dedi-ya, afala yatadabbarunal Qur'on. Afala yatadabbarunal Qur'on. Qur'on haqida o'ylanib boqmamdu deganning o'zi mushunga o'xshagan. Masalan, bu yerda nima bo'lib kirib qoldik bu temaga desa, o'tmishdagi dinning dushmanlari, Qur'onning dushmanlari Qur'onga o qadar dushmanlik qilib yiqitanmagan Qur'on nima? Bugunimizda o'zining shu til jihatdagi kamtukligi, tafakkur jihatdagi kamtukligi bilan turib Qur'onga qarshi chiqayotganlar emasmi? Shuni qarata deyapman. Sen har qancha izlansangmi Qur'oni Karim haqida, har qancha tadqiq qilib ketsangmi, oxir erishadiganing to'g'ri natijalariki, hargizmi Qur'oni Karimning o'zaro bir-birisiga nima zid ekanligini topolmaysizlar. Chunki Qur'oni Karimda nimalik yo'q, zidlik asla va asla nima yo'q qarindoshlar. Bo'lmasa zamonimizdagidan bekroq. Zamonimizda endi o hujjat paketni bir yoqqa qayrib qolib turib, qarishtirib kuchli o'g'ashqa qarishtirib kuchigilam tayinyapti bu bugungi kunimizda. Ammo Rasulullohning zamonasida musulmonlar kuchli o'g'ashqa yoki undan keyingi zamonlarda musulmonlar dunyoga hokim bo'lgan davrlarda musulmonlarga qurol, kuch tankilanmaydiganlar Qur'onning musulmonlarningki mengayotgan yo'lning xatoligini isbotlovsi o qadar borki, buning asosi Qur'oni Karimdan mas'ul tepish, hadisdan qanday qilish, mas'ul tepish. Buning uchun hargizmi tirishchilikni kam qilmadi ular. Bütün kuchining hammani sarf qildi. Topolasa, shular qanday qilalaydi, topolaydi qarindoshlar. Halbuki hozirga qadar 1000 yildan oshdi Qur'oni Karim haqida yoki hadis haqida bular hozirga qadar bir itibarga og'udek darajada masala qana qilinmoqlik, topolmoqlik. Masalaga boshdan qarg'a vaqtlan masalani Payg'ambar alayhisolamning hayotida o'qimaganligini, bir ustozning oldida dars olmaganligini yoki boshqa shaharlarga safar qilib alohida turib ketgani yo'q. Faqat kichik vaqtida 12 yosh atrofida tag'usilan bir qitim safar qilib kelib kelgan ahvoli va yana bir qitim safar qilgan ahvoli bir ikki qitimlik qisqa muddatlik safar va hatto Qur'oni Karim mushuni bizga asl deb nima deydi? Va laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Biz de bilimizki bular Muhammedga sallallohu alayhi vasallamga bu Qur'onni inson o'rgatib qo'ydi deydi. Qaysi insonni demakchi ular desa, shu Makkadagi Rumluqmi yoki Farismi bir g'ulom xizmatchidan birisi botdi, quldan birisi. Shu o'rgatib qo'yganlik deydi. Halbuki u lisanul ladzi yulhiduna ilayhi. Shular ko'rsatayotgan yoki shular o'rgatib qo'ydi deyotgan ma odamning tili ajam. Halbuki va hada lisanun arabiy mubin. Ma Qur'on ro'shan arab tilda. Qandaqmi bir ajam Arabcha Qur'onni o'rgatib qo'ysin. Ma shaklda Qur'oni Karim bütün shubhilarni, ularning keltirgan savollarga hammasiga to'liq, yetarli, qanoatlik hozirga qadar qanaqib keldi, javob berib keldi qarindoshlar. Endi biz bayatni azroq qistirib o'tdim. Qur'oni Karim bu xil ifodalardan boshqa
Qur'oni Karim o'tmish ma'lumotlardan so'zlaganlar. Tabiiyki o'tmish ma'lumotlari cho'qim bir yerdan omizga erishib olmaydigan ma'lumotlar sura Qasasdiki. Va ma kunta bijanibil g'arbi id qadayna ila Musa al-amra. Musaga şu buyruqlarning hammani tushirgan vaqtimizda, Musaga mas ishni topshirgan vaqtimizda sen o g'arb tarafida yo'qding. Payg'ambar alayhisolamga xitob qilyapti Qur'on. Sura Qasasning 44-oyati bu. Va 45-oyatida va ma kunta sawiyan fi ahli Madyan tatlu alayhim ayatina. O vaqtdagi vaqaliklarni tilovat qilib turayotgan vaqtida sen u vaqalik yuz bergan vaqtda yo'qding deyapti. Sura Ankabutda bor masalan. Bu o'tmishdan bergan xabarlar bo'lib qolsa, hatto Qur'on tushgan vaqtda kelgusidan xabar bergan ahvol bor. Qur'oni Karim masalan musulmonlar o'zini qo'g'diy olmaydigan bir holatga vaqtida Makkada. Kelgusida sayuhzamul jam'u va yuvalluna dubur. Ma top mag'lub bo'ladi, keyniga qochadi. Umar radhiyallohu anhu deb ketganki, Qur'on tushyapti, tilovat qilinmayapti. Alni yengildi deydi. Kim yengildi? Biz hozir o'zimizni qo'g'diy olmasak, mushuni yengilish ehtimolimiz bormi? degan ifodani bildirgan holbuki Badr kuni kelgan vaqtda andikin oyatning maqsadini shu vaqtda qana qilib tushundi. Va yana Qur'oni Karim musulmonlar shu ojiz vaqtning o'zida sanasimuhu alal xurtum Valid Mughir haqida burniga belgi qo'yimiz degan ma'nodagi oyatni tushungan bo'lsa, musulmonlar vaqtda uning burniga belgi qo'yish emas, olib ko'zni yo'g'on ichib qolmaydigan bir ojiz vaqti. Holbuki bu oyat ya'ni shu kinki Badr jangida amaliy o'zining isbotini ko'rsatdiki, Valid ibn Mughirning buniga nima tushdi? Qilich bilan belga tushdi qarindoshlar. Undan boshqa Qur'oni Karim shu vaqtning o'zidagi insonlarga xitob qilyapti emasmi? Qur'oni Karimda sura Mujadilada va yaquluna fi anfusihim lawla yu'adhibunallohu bima naqul qaranglar oyatning mazmuniga. Ular ko'nglida deyapti. Ko'nglida Alloh nimishqa bizning degan gaplarimizdan bizni azoblamaydi deyishdi. Qarang, ko'ngilda degan gapni o'rtaga chiqib qo'ydi Qur'on. Nimishqa shu vaqtda kofirdan biras kelib, mushrikdan biras kelib, Qur'on ularning ko'nglida mandaq deydi. Bizning ko'nglimizda unday gap yo'q deb bakmaydi masalan. Ko'ngilda baliq ras. Ularning ko'ngildagi gapni Qur'on qanaqa qilib o'rtaga tashlab o'tag'liq. Demak, Qur'oni Karim ichida o'ylang'uli tursa, masal topqildigan ya yo'q. Hatto ba'zi muqaddam deb qo'yay, ya'ni o'zining arab tilining qanchalik saviyasining uvarligiga chaqlamay, ammo Qur'ondan xatolik topmoqchi bo'lgandek bir xil nimalar va mustashriqlar va har xil dalillarni ko'tarib keladi. Masalan, Qur'oni Karimda mantiq jihatda to'g'ri kelmagan gaplar va "Va ma ramayta iz ramayta valakinalloh ramaga o'xshash." Oyatning tarjimasini qilib bersam, sen otqa vaqtini atmading, lekin Alloh atdi. Ya'ni ikki xil ifoda bor. Atding, atmading. Payg'ambar alayhisolamning Qur'on atding ham atmading dedi. Bu qanday gap? Ham atgan, ham atmaganlamdi deydi. Halbuki asli arab tilining normal ifodasini tushunsa, bir misoldan tushuntirsan, balam muzokara qilib imtihondan o'tmagan bo'lsa, men deyman, muzokara qilding, oxirsida sizning muzokara qilganingiz hech nima hisob bo'lmadi. Arabchada buni tazakarata va ma tazakarata. Masalan, mana shakilda ifodasak bo'ladi. Bu yerdaki Rasulullohning u vaqtda atgan shag'ilini, shakl jihati Rasululloh atgan bilan mohiyatda o bital shag'il kichik tashlan dushmandan bo'ldi amaliyotda hech nima bo'lmaydi. Ammo dushman bir narsa bo'ldi. Buning natijasini chiqargani Alloh degan ifoda. Masalan, Ondan başqa Qur'oni Karimning boshqa oyatlarida, sura Rumning 6-oyatida ko'pincha kishilar bilmaydi, lekin aksariyat nas la ya'lamu. Sura Rumning 7-oyatida ya'lamuna zohira min hayatid dunya. Ular dunyoning sirtqi ko'rinishini biladi. Bir yerda bilmaydi, keyindan biladi. Bu qanday ifoda deb savol qo'yishdi. Holbuki arabni tushungan bo'lsa, bunda savol qo'ymaydi. Masalaning mohiyatini bilmaydi, tashqi ko'rinishini biladi degan ifoda edi. Undan boshqa yana akilib oldimizga Surah Rahmonda "Fayawma idhil la yus'alu an dhanbihi insu wala jan." O qiyomat kunisi na inson na jin o'z gunohidan so'ralmaydi debba. Surah Safatda "Waqifuhum innahum mas'ulun." Ularni to'xtatinglar. Ular gunohidan so'raladi. Bir yerda so'ralmaydi, bir yerda so'raladi. So'ralmaydi ifodasi insondan so'rab bilish hojatsiz. Allohning daftarida hammasi xotirlik demakchi. Keyindagi so'raladi degani her adamning oldiga qilgan jinoyatlar oldiga qo'yiladi demak. Bu yerdagi so'ralmaslik Alloh bilmay so'rash ma'nosida emas. Asli buni tushunsa, masala hallatdi. Lekin mashta nima deymiz endi? O'zining til
iqtidoriga arab tilidan olgan ülüşüge bakmay Qur'an-ı Kerim'e şıltanadıdığanlar hala var. Qur'an o'ylanib baksa, bularning hamma savollarga, hamma shubhalarga javob beradi. Masalan, yana bir bularning aytiladigan misolidan birisi, Qur'on-i Kerim kambag'allikdan qo'rqib, bolalaringlarni o'ltamanglar degan mazmundagi oyatda ikki oyat bor. Bir oyatda "Va la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum va iyyahum." Sizlar kambag'allikdan qo'rqib, bolalaringlarni o'ltamanglar, biz sizlarga va ularga nimbrimiz rizq beramiz. İkinci ayette nahnu narzuquhum ve iyyakum. Biz ulağa ve sizlarga nimbrimiz rizq. Birinci ayette sizlarga ulağa rizq beramiz. İkinci ayette ulağa sizlarga rizq beramiz. Birinin de sizlar aldı da, yeni bir ayette ula aldı da. Muşuna ekildi. O'xshash mazmundagi ayette nim deb ma'nonda ikkinchi shaxsni oldiga qo'ydi, ma'non uchinchi shaxsni oldiga qo'ydi. Agar bular azroq Qur'oni Karimga nisbatan tadabbur bayatın deyilgandek o'ylanib bakkan bolsa, meseleni qana qiladi, tushunadi. Birinchi oyatda kambag'allik yuzsidan, ya'ni kambag'allik shu vaqtda mavjud. Sen kambag'al Üzəng yigilib bir narsa tapamavatqa vaqtda balam bozu qanda qılanma deb bir qo'rqish bor. Bunda qo'rqma. Sanamı birimiz, balalarından birimiz degan ma'no olsa, ikkinchi oyatda, oyatning oxirisida "Va la taqtulu awladakum khashyata imlaq." Kambag'allikdan qo'rqib, hozir bor emas. Bugun sizning mol-mulking bor, sana yetarlik bor. Balalarim bo'lib qolsa, qanday qilayin bu kambag'allik bu boyliqların yetmey qalamı deydigan bir ansar şulda emasmi? Bununga qarta andin kinim da'vatıdı ulağa ve sizlarga birimiz degan bir şekilde ifade qılıvatıdı. Demek Qur'on-i Kerimdeki her bir ifadelerini birden qarab chiqqanimizda Qur'on-i Kerimdeki ifadelerdeki qilchilik o'zgarish, bir harfning uyan bo'lishi, buyan bo'lishi bir ma'noga dalalat qildiganligini bayqab olamiz. Qandaqdir ular ko'tirib ap kelgandek qarindoshlar, ko'tirib ap kelgandek masala chiqmaydi Qur'oni Kerimdan. Shunga Qur'oni Kerim o'ziga to'liq ishonch qilgan bir shaklda afala yatadabbarunal Qur'on. Qur'on haqida ular o'ylanib boqmamdi. Agar Qur'on Allah tarafidan kelmay inson yozgan kitob bo'lgan bo'lsa, Qur'on-i Kerimde nurg'un nimalarni topgan bo'ladi, ixtilof, ya'ni tanaquzlarni. 5'i oxiri qudilganmikan, oxiri 5 qudilganmikan qarab boqayli, bir yozuvchiga, bir 70 yoshlik yozuvchining hayotida yozgan kitoblarini oldimizga tizib qo'yib qarab boqsak, 20 yoshda yozgan kitobi, 40 yoshda yozgan kitobi, 50 yoshda yozgan kitobi farqlanadi. Tamam, o kadar ko'pni qilmayli. 20 yil ichida yozgan kitobga qarab boqsak, dastlabda yozgan kitobi bilan oxirgi vaqtlarda yozgan kitobining mayli ifodalash, mayli mazmun bu jihatda favqulodda farq chiqadi. 5'ida biroz xam bo'lsa, oxirida pishib chiqqanligini ko'ra oldi. Bu insonning tajribasi bu. Har qanday hunar va kasb bir ishlar shug'ullangan odamning hammasi bo'lgan ahvol. Ammo Qur'oni Kerimning 114 suraninki boshdan oyoq qarab boqayli, bugun Qur'oni Kerimningki ratlanishi osmondan tushgan shaklda emas, buni hammalar bilisizlar. Keyin sahobalar tarafidan ratlangan payg'ambar alayhisolamning buyrug'i bo'yicha Rasululloh Jibroilning bergan ta'limotiga asosan sahobalarga buyruqliq, sahobalar Rasulullohning buyrug'i bo'yicha oyatlarni bugungi biz o'qiyotgan shaklda ratlaglik, bugun ratlangan shakli osmondan tushgan shakli emas, ammo biz Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Minel cinneti ve nas deb 30 par Qur'on o'qiganimizda qaysining burun tushganligini, qaysining kin tushganligini asla va asla qana qilmaymiz birodarlar, topolmaymiz birodarlar. Buning o'zi bizga nisbatan bir dona tuyg'u, ya'ni bir xil Qur'oni Karimningki insonga oid kitob bo'lmagan. Qur'onning manbasining inson emas ekanligini bizga gapiradi. Qur'on o'tirib qo'ygan yuqoridagidan boshqa bir inchki haqiqatlargacha masala chiqib qolgan emas. Qur'oni Karim odatda eng kichik narsani ifodalashda zarra iborasini ishlatadi. Bizning Uyg'urchadagi zarracha degan gap. Shu vaqtdagi insonlarning tafakkurida dunyodagi eng kichik narsani bitta zarracha edi. Keyingi vaqtlarda
taraqqiy qilib, hatto zarrachining parchalanib, zarrachidan kichik narsani olib o'rtaga chiqdi emasmi? Qo'shib ketdi bular. Endi Qur'oni Karim kichik narsani ifodalashda "Fama ya'mal misqala zarratin khayran yarah" o'xshash zarra ifodalaydi. Zarradan kichik narsa ekan, endi Qur'oni Karimning ash bir nazariyasini biz ya bilan yaqsan qiladigan bo'ldik deb qo'shib ketdi. Qur'oni Karimdagi boshqa oyatlar buni inkor qildi. Yo'q chiqadiki, dediki, endi bir oyat sura Saba'ning 3-oyatida Alimul g'ayb oyatning mazmuni biraqlam o'qidi ya. Alloh g'aybni bilguchi. Allohdan osmon zimindagi zarrachilik narsalarni g'oyib bo'lmaydi deb bo'lib, keynida wala asgharu min zalika wala akbar. Hatto zarradan kichik narsalar bunun bo'lmaydi, g'oyib bo'lmaydi. Hammasi cho'qim ro'shan kitobda yezliqliq ifodasi qo'llangandan keyin bularning bu ahvoli yangi tushdi yani. Zarradan kichik narsalar deb qo'shib ketibdi buni tepib Qur'oni Karimda zarradan kichik narsalar deb qana qildi o'rtaga qo'ydi. Demak, endi gapni mushaga kelgan vaqtda xuloslaymiz qarindoshlar. Qur'on bugun bizga nechinchi oyatda 82-oyatda shuna bir xitob qildi. Bizga, Qur'onga ishongan mu'minlarga va ishonmaganlarga shuna xitob qildiki, ular Qur'on haqida o'ylanmamdi, tafakkur qilmamdi. Agar tafakkur qilsa, natijasi shuki, Qur'oni Karim Alloh tarafidan tushgan kitob. Chunki Alloh tarafidan tushmagan bo'lgan bo'lsa, nurg'un masal chiqadi, nurg'un tanaqquz chiqadi, nurg'un zilg'a chiqadi. Degan shaklda gapni qana qildi, kesdi. Ya'ni eng oxirida darsimizni xulosalasak qarindoshlar, Qur'oni Karim Allohning tarafidan tushgan bir kitob bo'lishi bilan birga Payg'ambar alayhisolamning etkaguchi ekanligining rostligini ifodalaydigan bir mo'jiza. Biz yuqorida nurg'un misollarni o'tdik. U bir oddiy bir vaqt munosabati bilan hammin tilga bo'lmasaqmi, qisqagina bir taraf. Ya'ni mushu qadar mo'jiza pokitga tayinib turib, Payg'ambar alayhisolamning payg'ambarligiga chin butunmagan odamning holiga voy. Mushlarning hammasi Payg'ambar alayhisolatu vasallamning haqiqiy elchi ekanligini ifodalaydi. Rasululloh haqiqiy elchi bo'lib ifodalandimi? Rasulullohning bizga buyurgan har qanday ishi Allohning ishi hisoblanadi. Har qanday buyruq Allohning buyrug'i hisoblanadi. Rasulullohga bizning itoatimiz Allohning jihatidan bo'ladi, Rasulullohning insonligi tufaylidan emas. Mana bu noktada kallimizda nim bo'lib ketish kerak, aydın bo'lib ketish kerak. Vaqt munosabati bilan darsimiz mushayda oxirlashadi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.